Saodat aya bomdod namozini o'qib, jaynamoz poyida uzoq o'tirib qoldi. Bundan 3 yil oldin olamdan o'tgan eri usta turobga atab Qur'on tilovat qildi. O'ris shaharlarda daydib qolib ketgan o'g'li Bo'rixonga Xudodan insof tiladi. O'tgan yili o'tli, shudli, har ish qo'lidan keladigan nevarasi Anvarjon tog'amni topib kelaman deb chiqib ketdi. Shu ketgancha 20 kun deganda daragini topib keldi. Buvijon, tashvishlanmang. Tog'amning ishlari 5, ro'zg'ori but, tirikchiligidan kami yo'q. 3 ta bolasi bor. O'zi o'zbekchani esidan chiqarib yuboribdi. Men bilan o'rischa gaplashdi. Bitta sog'in echkisi, 4 ta qanor qopdek cho'chqasi, 10 tacha cho'chqachalari bor ekan. Qish zaptiga olganda shu mollarni ham uyga olib kirib olishar ekan. Bochka samagon, aroq yasab, qishi bilan ichishar ekan. Qishloqdagilar tog'amni Bo'rixon demay, Dядя Borya deb chaqirishar ekan. Saodat aya bu gaplarni eshitib, yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadi. Bolasi tushmaguray, qo'shni xotinlarning oldida shu gaplarni aytib o'tiribdi-ya. Birovga so'zini bermaydigan Irrayim kampirning shohi sindi. Ostona hatlamay, uyda muqim o'tirib qoldi. Qachongacha chillada o'tiraman, deb kampir bugun qizinikiga otlandi. Qizi bilan kechgacha ezilib gaplashdi. O'g'lini eslab, ko'z yosh ham qilib oldi. Asr namozini o'qib, ketishga shoshildi. Saodat aya uyga yaqinlashganida, eshigi oldida u yoqdan bu yoqqa shoshib yurayotgan odamlarni ko'rib, yuragi hapqirib ketdi. Eshik oldida turganlar unga, "Qulluq bo'lsin, sevinib qoldingizmi? Qariganingizda dilingizga yorug'lik tushgani muborak bo'lsin", deyishardi. Shoxiga katta lampochka osilgan tut tagidagi supada yoshi 60lardan oshgan bir notanish odam o'tirardi. Uning ko'zlari bundan 32 yil oldingi Bo'rixonning ko'zlari edi bu. Supaga yugurib bordimi, uchib bordimi, Saodat aya bilmaydi. Bag'rida o'g'lini ko'rdi. Undan aroq va sham yoqilgan uyning hidi kelardi. Kampir buni sezmasdi. Karaxt edi, baxtiyor edi. O'g'lining boshlariga, yelkalariga ko'z yoshlari to'kilardi. O'g'li uning bag'ridan chiqishga urinar, ammo kampirning qoq suyak, chayir qo'llari uni bo'shatmasdi. "Ну зачем плачешь, mama? Вот и приехал, хватит", derdi o'g'li. Saodat ayaning qizlari, kuyovlari karton qutilarda, xaltalarda meva-cheva, olma uzum ko'tarib kelishdi. Bo'rixon ukalarini ham, singillarini ham tanimadi. Ular ham buni tanishmadi. Bo'rixon begona uyga kirib qolgan odamdek qovushmay turardi. U ukalariga, singillariga nima deyishni bilmasdi. To'g'ri nima deyishni bilardi, ammo til bilmasa nima qilsin? O'ylab, "Salom", dedi. Jigarlari kulishni ham, yig'lashni ham bilmay, hayron turib qolishdi. Mehmonlar tarqagach, hovli jimib qoldi. Kampir bolasiga tikilib mijja qoqmadi. Bo'rixon to'ygunicha ichgan edi. Og'zidan gup-gup aroq hidi kelib turibdi. Kampir ro'molining uchi bilan burnini berkitgancha o'tiribdi. Rostdan ham shu odam mening bolammi, deb o'ylardi kampir. Qarib ketibdi. Sochlari to'kilib, boshining yarmi yalang'ochlanib qopti. Ko'p ichadigan odamlardagina bo'ladigan zaxil bir befayzlik zohir edi uning yuzlarida. Ko'zlarining tagi salqigan, tishlari tamakidan jigarrang tusga kirgan. Basharasiga ham o'sha tomonlarning nuqsi urib, o'zbekligi qolmabdi. 51 yoshda 70 yashar chol bo'lib qo'ya qopti. Otasi o'tgan uyda tuqqan onasiga, jigarlariga begona bo'lib, beparvo yotibdi. Bo'rixon u yonboshidan bu yonboshiga ag'darildi. Shunda uning ustidagi oq chayshab sirg'alib, yelkalari, ko'ksi ochilib qoldi. Kampir badanidan chayon o'rmalagandek seskandi. O'zini orqaga tashladi. Bo'rixonning bo'ynidagi zanjir uchida but, xoch yaltirardi. Kampirning ko'zlari tindi. Birdam uni shuuri tark qildi. Oh, otaginasi tirik bo'lganda shu supa ustida bolta bilan chopib tashlardi uni. Saodat aya shu qotib turgancha
o'tmishni o'ylay boshladi. Bo'rixon armiya xizmatini o'tagandan keyin ham uyga qaytmadi. O'rmon ichkarisidagi qishloq butxonasi qo'ng'iroqchisining erdan qolgan qiziga oshiqu beqaror bo'lib qoldi. Qallig'ining otasi boshqa dindagi odamga qizimni bermayman deb turib oldi. Qiz Bo'rixonni xristian diniga kirishga undadi. Ishq muhabbatdan ko'zini parda bosgan Bo'rixon hech ikkilanmay rozi bo'ldi. Uni cherkovda cho'qintirishdi. Keyin cherkov oqsoqoli kelin bilan kuyovga toj kiydirib nikoh o'qidi. Shu tariqa 1970-yilning kech kuzida bir musulmon bolasi dindan chiqdi. Ana shundan keyin Bo'rixon xotini, qaynonasi bilan har kuni cherkovga borib cho'qinadigan bo'ldi. Qaynotasi o'lgandan so'ng uning o'rniga cherkov qo'ng'iroqchisi qilib qo'yishdi. Nimaiki ish bo'lsa, barini u bajaradigan bo'ldi. Piligi so'xta bo'lgan shamlarning uchini qaychilaydi, yonib tamom bo'lganlarini almashtiradi. Ertalab Saodat aya hech narsa bo'lmagandek o'rnidan turdi. Faqat qolgan qora sochlari ham bir kechada oqarib, ajinlari ko'payib ketibdi. Kampir bomdod namozini o'qiyotib, har sajdaga bosh qo'yganida joy namozga ko'z yoshlari tomardi. U joy namoz burchagini qayirib, eriga atab Qur'on tilovat qildi. Allohga iltijolar qildi. G'oyibdan hozir bo'lgan o'g'lining nomini ham tilga olmadi.